Mana Xitoy chashkani holatini ko'ringlar. E'tibor beringlar, diqqat qilib, mana chekkalar yorilib ketgan. Fonni yorilib, uzilgan, mana tagida ham ko'rinib turibdi. Ko'p zapchastfurushlar puliga uchib, mana shu narsadan 1000 ta, 10 ming ta olib kelyapti. Bunga haligi Damaschilar ham arzonidan bering, yaxshisidan bering deyishganiga zo'r mana arzon deb sotishyapti. Lekin bu narsa ko'pga bormayapti. Bu narsa odamning hayoti hech kimga qiziq bo'lmay qoldi. Pul birinchi o'rinda bo'lib qoldi ko'pchilikka. Akalar, bunga mana koreyskiy chashka qo'yiladi mana. Bu narsa 5-6 yil bemalol xizmat qiladi va mana shu tagida shaybaga e'tibor beringlar. Mana shunaqangi yupqa shayba qo'yishadi usta akalar. Ko'pi o'zidan chiqadi chashkanacha. Bu narsa xato bo'ladi. Bunga monaqangi qalin shayba qo'yiladi. Qalinligi 4 mm bo'lishi kerak. Ichida razmerlari ham 1 ga 1 bo'lishi kerak. Bu narsani hamma narsani o'ziga yarasha qonun qoidasi bo'ladi akalar. Bu narsa mana shu yerga tushadi mana 1 ga 1 ko'rib turinglar mana. Mana shu holatda qo'yiladi, rulingiz yengil bo'ladi. Plus buni chashkani umri uzoq bo'ladi. Ancha yil chashka qo'ymaysiz. Mana shunga ham qo'yishganiga hech qancha bo'lmagan. Akamiz qo'ydirishgan hech qancha bo'lmagan. Akalar, doim sifatli toza narsa qo'yinglar. Olib turganda Damaschi akalar, menga koreyskiy narsa bering deng. Yo'q bo'lsa, internetga kirib yozsangiz chiqadi. Hech bo'lmasa bizning profilimizga obuna bo'lib qo'ysalar, mana shunaqangi foydali videolar qo'yishda davom etamiz. Akalar, videoga like bosib, Damaschilarga jo'natib qo'yamiz.